Rangini ko'rganmiz, Strecker'da. Aka, buni rangi nima deyiladi? Bu yashil. Yashil deb yozilgan, texnik pasportda yashil deb yozilgan. O, joningdan. Nechpulga sepgansiz buni? Bu sepilmagan aka, bu bronli plyonka. 23-yil ekani. Da. Almashtirilgan sana 24-yil olgan ekaningiz-da? Yo'q, mashina o'zimniki, salonni o'zim. Salonni o'zingiz olib chiqqansiz. Texnik pasport almashga 24-yil. Diskalarni ham boshqachasi. Shumka pumka qilmadingizmi? Nima qilgansiz aka? Salon bronli plyonka bilan rangini o'zgartirganmiz a? Bronli plyonka bilan. Da. Salon общий yasalgan. Nimasi? Ichida patologlar Tayyorlikka ruxsati bormi? Ruxsati bor. Qarang, yakson qilamizmi narxini? Endi qarang-da. Ketadigan narx qo'yamiz. Iltizo ekan. Salonlarni ham ichiga, polikchalarini ham bir xil qilib qo'yibsizmi? Lacoste deydimi shuni? Bu ham men tashqarisi ham Lacoste'ga o'tib ketyapti-da. Shunaqa. Aka, primoy dehqonsiz a? Dehqona. Nima ish qilasiz baqining? Aka, O, joningni. sohamiz o'zi shu. JBL. Subwooferlar qo'yib qo'yibsizmi? Akustika ham polna Nomerini ham olinglar. Taniganlar bormi? 202. Qayerdasiz aka? Urgut. Urgut, Boylar shahri. Keling, mayda-chuyda qilmaymiz. 3 litr ham qo'yganmisiz? Men kissamda qo'yib ketamiz. 3 litr ham bu. Uslitel kolonkalar ham almashgan eshigiga. Eshikdagi kolonkalar. Tonirovkaga ruxsati bor. Bor. 23. 23 yil. Nomer telefoningizni ayting. 97lik. 97lik 925 925 1202. 1202. 13500 dollarga qo'ydim. Yo'q aka. Nima aka? 15,5 deb turibmiz aka buni. Yo'q, 13500. 14 mana mayli. Yo'q aka. Nimaga aka? Belotqimiz Urgutda o'ziga ketadi mashina. Iltizo, ha? Iltizo. Hozir kraskasi qayerda bular? Oldi kapot bilan o'ng tomon kiriloga bor. Bo'ldi, qolgan joyda yo'q. Boshqa joyga yo'q. Probey qancha? 60 ming. 60 ming. Haqqi halol. Haq qalin. Propan gaz ham qo'ygansiz. Propan gaz ham qo'yilgan. To'rtta ballonlari yaxshi. Ballon. Nechni qo'yay aka? 15,5 deb turibmiz aka endi. Ishga olib borgan nomard bo'lsin. Otamni o'g'li bo'lsin. Qarang. 14500 dollar qo'yaman. Xo'p. Haydang, bo'ldimi? Agar koreyslardan birov telefon qilsa-ku, xayriga nimadir o'tasiz. Farqi. Bilan Bo'ladi. 14500 dollar mana 2023-yilda ishlab chiqarilgan Tracker LTZ. Zo'r shuncha narsa qilingan ekan. 14500 dollar yana savdosi bor. Besh ketmaysizmi, do'stim, like bosingizlar, sog' bo'lingizlar.